Assalomu alaykum Asror aka. Yesu loyihasiga xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bering. Assalomu alaykum, chaqirganingiz uchun rahmat. Ismim Asror, huquqshunosman. Toshkentdagi Xalqaro Westminster universitetini tijoriy huquq yo'nalishida bitirganman. Stanford universitetini korporativ huquq yo'nalishini bitiruvchisiman. Undan tashqari shu kungacha 15 yildan ortiq tajribaga egaman. Huquqshunos, biznes boshqaruvchi sifatida O'zbekistonda hammaga mashhur bo'lgan Chortoq mineral suvi zavodini direktori bo'lib, zavodni noldan tiklashga ishtirok etganman, bosh bo'lganman. Undan tashqari Toshkentda White & Case yuridik firmasida ishlaganman. Andijonda birinchi paxta to'qimachilik tekstil klasterini boshida bo'lganman, boshqaruv komandasida bo'lganman. Undan keyin magistratura bosqichida Stanfordni tamomlagach, AQShda huquqshunos sifatida startaplarga huquqiy konsalting berib ishladim. Saitovsky & Partners degan tashkilotda. Bundan tashqari venture sohasida Draper Associates degan venture firmada ishlaganman va hozirda O'zbekistonda ham, AQShda ham mashhur bo'lgan DataTrack degan Transportation Management System software kompaniyasiga asos solganman. Yaqinda ko'pchilik xabari bo'lsa kerak, Silk Road Innovation Hub degan Kremniy vodiysining Palo Alto shahrida, Stanfordning yonida bizni regiondan, Markaziy Yevrosiyodan chiqqan startap asoschilari uchun Kremniy vodiysida qandaydir uy tashkil qilganmiz. Bu platforma kattaroq plashatka. Aynan hozirda o'zimni startapim Fleet Mule loyihasi ustida ishlayapman. Fleet Mule bu sun'iy intellekt yordamida logistika sohasida logistika kompaniyalarga safety va DOT compliance yo'nalishida, huquqiy safety va compliance yo'nalishida sun'iy intellekt agentlari yordamida proseslarni optimizatsiya qilish ustida ishlayapmiz. Silk Road Innovation Hub'ni yaratish g'oyasi qanday paydo bo'lgan va nima uchun Markaziy Osiyo startaplariga alohida innovatsion hub kerak? Rahmat savol uchun. Stanford universitetiga kirganingizdan keyin qandaydir boshqalarga nisbatan unfair advantage degan narsa bor. O'sha narsa paydo bo'ladi. Bu sizga o'sha hozir to'g'ri tarjima qila olmasam kerak o'zbek tiliga. Unfair advantage beradigan narsa Stanford universitetini bitirish. Bu nima degani? Siz ko'proq odamni taniysiz, ko'proq odamga chiqa olasiz. Qaysi sohada ish yuritishingizdan qat'iy nazar, o'sha sohada katta ehtimol bilan siz tanigan odam o'sha Stanfordni bitirib ketgan bo'ladi. 2006-yil, 2005-yillarda Stanford biznes maktabida MBA kursini tugatgan bo'lsangiz, Britaniyani sobiq bosh vaziri Rishi Sunak bilan o'qigan bo'lishingiz mumkin. Endi faraz qiling, bosh vazir bilan kursdosh bo'lib MBAni birga olgansiz. Qanday masalalarda siz oson bitta telefonni ko'tarish orqali chiqishingiz mumkin. Shu unfair advantage'ni olganimizdan keyin men va o'sha Silk Road Innovation Hub'ni birga boshlagan qozog'istonlik co-founderim Aset Abduvaliyev bilan o'tirib, bizni regiondan kelgan startaplarda o'sha unfair advantage yo'q. O'sha joylarda o'qishmagan va ayrim narsalarga dostuplari chegaralanganligini hisobga olib biz o'ylagandik, aynan shunday unfair advantage bizni startaplarda ham bo'lish kerak degan g'oya bilan boshlagandik. Bu narsani qanday qilib olamiz deb uzoq bosh qotirdik. Kremniy vodiysi birinchi navbatda shu unfair advantage'lar ustiga qurilgan. Masalan, agar siz PayPal kompaniyasini oladigan bo'lsangiz, PayPal kompaniyasida birinchi asos solgan founderlar, birinchi ishchilar, birinchi 50 ta ishchilar katta ehtimol bilan hozir milliard dollardan ortiqroq boylikka, mablag'ga ega. Undan keyin son sanoqsiz kompaniyalarni tashkil qilishgan. Elon Musk, Peter Thiel, xohlagan founderni oling o'sha PayPal kompaniyasidan. Uber kompaniyasini oladigan bo'lsangiz, Uber kompaniyasini birinchi bitirganlar, birinchi asos solganlar va undan keyingi qatlamda turgan birinchi injenerlar hammasi deyarli yoki bir necha 100 million dollar egalari yoki undan ko'proq milliard, 10-15 milliarddan oshiqroq kapitalga ega odamlar hozirgi davrda. Bu nimadan dalolat beradi? Hamma sohada shunday. Masalan, Stanford universiteti o'zi bitta community. Uberda ishlab ketganlar o'zlari bitta community. PayPalda ishlab ketganlar bitta community. Bu degani faqatgina bu yerda eng zo'rlarni ishga olishgan va bu narsani tan olish kerak. Lekin ular o'zlariga bir-biriga do'st va bir-biriga telefon qilib, birorta masalani yecha olish qobiliyati o'sha communityning ichida bo'lganligi sababli yaralgan bu narsa. Qiymat shu orqali yaralgan. Va biz o'ylagandikki, bizni region uchun, bizni startup founderlar uchun o'zimizda community yo'q.
hamma narsani yangi kelgan startap asoschisi, masalan, Kremniy vodiysiga bugun yangi borsangiz, hamma narsani noldan o'zingiz ixtiro qilishingiz kerak, o'zingiz izlanib topishingiz kerak. Immigratsiya masalasi, kompaniyani registratsiya masalasi, investitsiya olish, birorta investor bilan tanishish, hamma masalani noldan kavlab chiqarishingiz kerak. Siz communityni bir qismi bo'ladigan bo'lsangiz, agar communityingizda Series A ko'targanlar, pul investitsiya ko'targanlar yoki kompaniyasini muvaffaqiyatli qilib sotgan, bir necha milliard dollarga sotgan founderlar ham o'sha communityning qismi bo'ladigan bo'lsa, siz o'shalarda yillar davomida orttirgan bilimlarini ular bilan yarim soat suhbat davomida olishingiz mumkin. Mana shu narsa sizga advantage beradi va shu sababli biz fikrlagandikki, bizni startup founderlarda aynan shunday advantage bo'lish uchun qila oladigan eng yaxshi ishimiz hamma eng zo'r startup founderlarni bir joyga yig'ish. Va bu albatta Kremniy vodiysida bo'lishi kerak, boshqa joyda emas. Nimaga? Dunyoni oxirgi 50 yilini oladigan bo'lsangiz, hamma eng oxirgi innovatsion narsalarni oladigan bo'lsangiz, hammasi Kremniy vodiysidan chiqib kelyapti. Biz Faraz Stanfordda o'qib yurganimda sun'iy intellekt bo'yicha katta o'zgarish Xitoydan chiqadi deb o'ylagandik. PhD publikatsiyalar soni boshqalarni qarab o'qib kuzatganimizda Xitoydan kattaroq narsa chiqadi deb kutgandik, lekin baribir Kremniy vodiysidan shu narsa chiqdi. Shu sababli hamma eng zo'r startup founderlarni Kremniy vodiysiga kelinglar deyishdan charchamayman va shuni kelgandan keyin ularga qandaydir yordam platformasi bo'lishi maqsadida biz Silk Road Innovation Hub'ni yaratganmiz. Sizningcha, O'zbekiston va Markaziy Osiyo startaplari global innovatsiyalar ekotizimiga qanday integratsiya bo'lishi mumkin? Ayniqsa, sizning hub orqali. Ekotizimga integratsiya qilishni yana kuchaytirish kerak, ko'proq rol o'ynashimiz kerak, ko'proq startap asoschilarimiz, texnologik kompaniyalarimiz bu yerda ishtirok etish kerak. Menimcha eng yaxshi yo'llardan bittasi baribir hamma savol oxiri kelib baribir ta'limga taqaladi. Ta'limni universitet darajasida demayman, boshqada demayman, fundamental o'sha maktabda oddiy nimalarni, fundamental fanlarni, matematika, fizika fanlarini yaxshi o'qitishimiz bilan bog'liq. Chunki juda ko'p narsa, zo'r yutuqlarimiz ham, kamchiliklarimiz ham baribir o'sha birortasi yaxshi yutuqlar ko'rsatganda yoki birorta joyda yutuqlarni ko'rmagan holatimizda baribir hamma narsa aylanib kelib, o'sha maktabda, o'sha yo'nalishda matematikani, fizikani qay darajada yaxshi o'qitganmiz, shu bilan bog'liq bo'lib qolyapti. Shu sababli masalan, qo'shni davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, matematika, fizikalarini fanlarni va o'sha bo'yicha izlanishlarni o'zida yaxshi saqlab qolganlar startup sohalarida ham ancha oldinda. Shu sababli ta'limga e'tibor berib, fanlarni yaxshi ushlashimiz kerak. Keyin nima deydi, hozir qilinayotgan ishlarda masalan ko'proq risk kapitalini ga sharoit yaratib berishimiz kerak. Tadbirkorlarimiz va kapital mulkdorlar o'zlarini kapitallarini kattaroq riski mavjud texnologik startaplarga pul tiqishga ularda qandaydir nimasi bo'lishi kerak, nima deydi, manfaatdorligi bo'lishi kerak. Bu soliq imtiyozlari ko'rinishida yoki boshqa ko'rinishida. Aytmoqchimanki, bo'sh kapital turgan kapitalni sarflashimiz mumkin, qurilish qilishga tez keladigan, masalan 2 yilda, 3 yilda pulini qaytarib olish mumkin bo'lgan zavod, boshqa loyihalarga tikishimiz mumkin. Ularni biz 10 yil, 15 yillik kelajak perspektivasini olib, biror bir innovatsion loyihaga tiqishimiz mumkin. Agar masalan Kanada, AQSh va boshqa davlatlar yillar davomida universitetlar orqali machine learning yo'nalishiga pul tiqmaganda, birinchidan u narsa kommersializatsiya bo'lmasdi. Keyin OpenAI kompaniyasi chiqib investorlardan risk kapitalini olib bu narsa ustida ishlamaganda, hozir biz bu ko'rib turgan natijani va bu tezlikda ko'rmagan bo'lardik. Aynan risk kapitalini mavjudligi progressni ancha tezlashtiradi. O'zbekistonlik startaperlar xalqaro bozorga chiqishga harakat qilganda eng ko'p uchraydigan xatolar qaysilar va ularni qanday oldini olish mumkin? Agar siz O'zbekistonda turib startap boshlagan bo'lsangiz, xalqaro bozorga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, birinchidan O'zbekistonni bozorida qoyillatib qo'yish kerak. O'zbekistonni bozorida yaxshi produkt qilib olib chiqib, masalan, bu narsani kimdan kutishimiz mumkin? Click kompaniyalari, shunga o'xshagan katta kompaniyalar boshqa qo'shni davlatlarga, boshqa bozorlarga chiqish
Shuni rejalashtirsa bo'ladi. Boshqa noldan boshlayotgan startaplarga maslahatim bo'lardi, avvaldan xalqaro bozorga produkt yasashlari. То есть O'zbekistonni muammosini topib, O'zbekistonni muammosini yechib turib kelgan o'sha narsani boshqa davlatlarda qayta takrorlab bo'ladimi degan savolni bermasdan, boshidan xalqaro bozorlarda, kattaroq bozorlarda mavjud muammolarni qidirish kerak. Risk kapitali, masalan, eng katta venture kapital bozorini oladigan bo'lsangiz, AQSh eng ko'p investitsiyalar qayerga yo'naltirishadi, qaysi bozorlarga yo'naltirishadi degan bo'lsangiz, ularda ikkita kriteriya bor. Juda katta bozor bo'lishi kerak va tez o'sayotgan bozor bo'lishi kerak. Masalan, Amerika bozori juda katta va tez o'sayotgan bozor. Yevropa bozorini oladigan bo'lsangiz, juda katta bozor, lekin tez o'smayotgan bozor. Yaponiya bozorini oladigan bo'lsangiz, masalan, juda katta bozor, lekin tez o'smayotgan, umuman o'smayotgan bozor. O'shuning uchun risk kapital asosida yo'naltiriladigan yo'nalishlar bu katta va tez o'sayotgan bozorlar. Shuning uchun yosh startap founderlari boshidan boshlaganda xalqaro bozorlarda mavjud muammolarni topib va o'sha muammolarga yechim taklif qilishdan boshlash kerak. Erta stadiyadagi, masalan, early stage'dagi startup founderlar xalqaro bozorga chiqishni, O'zbekistondagi bozorni o'xshatmasdan turib xalqaro bozorga chiqishni maslahat bermagan bo'lardim, chunki narigi bozorga chiqaman deb turib, bu bozorni ham yo'qotib qo'yadi. Markaziy Osiyo startaplari xorijda investitsiya izlayotganda nimalarga e'tibor berishlari kerak? Birinchi maslahat o'sha Silk Road Innovation Hub'ni nimaga yaratganligimiz sababidan kelib chiqadigan bo'lsak, ular o'zlarini qandaydir community'ni qismi qilish kerak borganda. Nimaga deganda, investorlardan pul jalb qilish bu juda qiyin jarayon. Juda ko'p emas, masalan, O'zbekistondan turib yoki bir dona yoki ikki dona kompaniya chet el venture firmalaridan pul jalb qila oldi. Masalan, Tasvision kompaniyasi, yagona bo'lgan kompaniya 1 million AQSh dollarini O'zbekistonda turib, O'zbekistondagi bozoriga, O'zbekistondagi muammoni yechishga qaratilgan produkti va mahsuloti bilan chet eldagi investordan pul jalb qila oldi. Bunday holatlar juda kam va bunday holatlar deyarli bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bozorimiz kichkina va chet eldagi investorlar bizni bozorga e'tibor qaratishmayapti hozirgi holatda. Agar chet eldan siz investitsiya olmoqchi bo'lsangiz va venture mablag'lari bilan, venture moliyasi bilan siz startapingizni moliyalashtirib startap qurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, sizni birinchi qiladigan ishingiz katta bozorda bo'lishingiz, masalan, AQSh bozori. Ikkinchi qiladigan ishingiz o'sha bozordagi muammoni yechish va uchinchi qiladigan ishingiz tezroq o'sha bozorda siz o'sha boshda aytilgan unfair advantage'ni olishingiz kerak. Katta yordam beradigan masalalar, masalan, siz birorta joyda o'qigan, bitirgan bo'lsangiz, o'sha ekosistemani o'sha qismi bo'lasiz, masalan, Stanfordni, Garvardni bitirgan bo'lsangiz. Universitetdan tashqari yana katta yordam beradigan narsa chet elda akseleratorlar bor. Akseleratorlarga men hammasiga ham vaqt sarflab o'tirishni maslahat bermagan bo'lardim. Ularning orasida bir dona akselerator bor, Y Combinator akseleratori. Bu sizga ham chet elda investorlardan mablag' jalb qilishga yordam beradi. Boshqa startaplar 2, 3, 5 million baholanishda pul jalb qilayotgan paytda Y Combinatorni bitiruvchilari 20-30 millionda seed bosqichida pul jalb qilishadi. Bu mana ikkinchi maslahat. Chunki Y Combinatorni o'zi ham bir hamjamiyat, bir community, shuni qismi bo'lish sizga ancha katta yordam beradi. Uchinchi qiladigan ishingiz, va buni birinchi desak ham bo'lardi o'zi, lekin asosiy ish juda zo'r mahsulot yaratish. Boshqalar takrorlay olmayotgan yoki har bir ishlagan kuningizda sizga kirgan, sizni mahsulotingizni ishlatayotgan odam nima deydi? Masalan, network effects deydi. Yaratgan narsangizdan qancha ko'p odam ishlatgani sari shuncha sizni mahsulotingiz yaxshi bo'laveradi. Va keyingi kirgan odam uchun mahsulotingizni foydasi kattaroq bo'ladi odam soni ko'payganidan. Shunday mahsulotlarga e'tibor bergan bo'lardim. Endi hozir xohlaymizmi, yo'qmi, baribir PR, ko'zga ko'rinish, o'zingizni klientlaringizga va nima deydi, xaridorlaringizga to'g'ridan to'g'ri kanalni topishingiz. Baribir pul jalb qilish bu bir yoqda tursin, lekin asosiy maqsad siz startap qurishingizdan startapni foydalanuvchilari bo'lish kerak.
bu yuridik shaxslar yoki jismoniy shaxslarmi, sotolmasangiz baribir keyingi raundni pul jalb qila olmaysiz. Hozir qandaydir qilib ishontirganingiz bilan investorlarni keyingi raundga pul jalb qilishingiz qiyin bo'ladi. Shu sababli sotishga, mahsulotga, yechayotgan muammoingizni kattaligiga e'tibor berishlarini so'ragan bo'lardim. Hozirgi yangi startap loyihangiz haqida qisqacha gapirib bering. Juda qiziq savol. Mana bu yil may oylarida yangi startap loyihasi ustida ishlashni boshlagandim. Kuzatib kelayotgan odamlar bilishi mumkin, sun'iy intellektni rivojlanishi ham bir necha stadiyadan o'tdik. Sun'iy intellektni biznesda qo'llashda, aynan yuridik shaxslar qilayotgan ishda va biznesda qo'llashda bir necha bosqichdan o'tdik. Boshida bu qandaydir chatbot based narsalar edi. Masalan, kompaniyada, korporatsiyada bor muammolarga, savollarga javob topish yoki bir tezda savol berasiz, javob olasiz. Chatbot formatida muomala ketardi. Keyingi bosqichda sal kuchaydik, qandaydir ma'lumotlar bazasiga ulandi, boshqa qildi. Korporatsiyalar undan ham yaxshiroq ishlatishni boshladi. Hozirgi shunaqa bosqichda turibmiz. Agentic AI, sun'iy intellektlari deylik, shunday tendensiya ketyaptiki, sun'iy intellektni nafaqat bir qandaydir savolimizga javob berishini, balki borib bizga qandaydir ishni bajarib kelishini va keyingi bosqichimizda odamlar qilayotgan ishni, mutaxassislashgan ishlarni bajarishini xohlayapmiz. Masalan, yuristlarni qilayotgan ishini, aytaylik, qandaydir buxgalterlarning ishini bajarishni xohlayapmiz. Va shu bosqichda agentic AI ning roli katta. Sun'iy intellektni borib, birorta ishni sizga bajarib kelish kerak. Buning uchun sun'iy intellektni o'qitishimiz kerak va sun'iy intellektni qo'liga kerakli toollarni berishimiz kerak. May oyida boshlaganimizda biz yurist sifatida eng katta muammolardan biri AQShda bozorida va boshqa bozorlarda ham yuridik xizmatni narxi baland va yuridik xizmatga dostуп chegaralangan odamlarga. Nimaga? Yuristlarning soni kam. O'zi deyarli hamma bozorda soni kam. Shu sababli bu xizmatlarni arzonlashtirish va yuristlarga ishni osonlashtirish uchun biz kontraktni negotiate qilib, shartnomalarni noldan, shartnoma sizga kelgan bo'lgan bosqichdan boshlab to'ldirib va u qo'l qo'yilguncha sizni o'rningizga shartnomani siz nomingizdan yaratib, shartnoma ustida bahslarni olib borib sizni kontragentingiz bilan va shartnomani elektron imzolashgacha olib, elektron imzo platformasida yuboradigan agentni yasadik. Shuni yasaganimizdan keyin biz yana chuqurroq muammoga kirdik. Qandaydir industrial vertikalni tanlashga kirdik va bizni O'zbekiston bozorida juda mashhur industriya bor. AQSh bozori bilan chambarchas bog'liq. Bu AQSh bozoridagi logistika industriyasi. Bizni O'zbekistondan 5000 yoki 10 ta kompaniya ownerlari, egalari bor. AQSh bozorida logistika sohasida faoliyat yuritayotgan. Ularda back office'da juda ko'p ishlar bajariladi. Masalan, xabaringlar bo'lishi mumkin, O'zbekistonda ham kechasi bilan ishlaydigan ofislar mavjud. AQShdagi logistika kompaniyalariga yordam berib, aynan shunday ishlarini yuridik masala deymizmi, dispatch masalasi deymizmi, update masalalari, shu masalalarda support qiladigan ofislari bor. Bu ishlar avvallari chet elga outsource qilingan. Hozir shunaqa bosqichda turibmizki, bu jarayonlar sun'iy intellekt bilan avtomatlashtirilyapti borgan sari. Chunki sun'iy intellekt kuchayib ketyapti. Va shu sababli aynan shu industriyada biz safety va DOT compliance degan yo'nalishni topdik va shu yo'nalishida bu yuridik sohaga yaqinroq bo'lgan soha. Shu sababli biz qurgan agentlar safety compliance yo'nalishida ham ishlatsak bo'ladi deb shu sohaga chuqur kirdik. Hozir 5 donadan 50 donagacha bo'lgan yuk mashinalarini boshqaradigan kompaniyalarga to'g'ridan to'g'ri safety compliance xizmatlari ko'rsatyapmiz. Bu xizmatlarda bizda o'zining sohasini eng zo'r mutaxassisi bo'lgan odamlar turadi. Ular sun'iy intellekt agentlarini boshqarib, klientga servisni natijasini to'g'ridan to'g'ri yetkazib beradi. Startap yoki chet elda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan yosh o'zbekistonliklarga, ayniqsa O'zbekistonda yashayotganlarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Nima bo'lgan taqdirda ham birinchi qadamni qo'yish eng qiyin narsa. Shu sababli
ko'p o'ylab o'tirmasdan, risklarni hisoblab, boshqa qilmasdan birinchi qadamni qo'yish kerak. Nimadir bo'lsa ham yasab bozorga sotib ko'rish kerak. O'zbekistonni o'zida turgan vaqtida ham qandaydir yechim qilib, tezda bu narsani bozorga olib chiqib, O'zbekiston bozorida ham startapini boshlab ko'rsa bo'ladi. Hozir qo'lida mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib. Chunki har qanaqa tajriba qayerda bo'lgan taqdirda ham bu tajriba juda katta yordam beradi keyingi siz loyihangizni qilishingiz uchun. Shu sababli qo'rqmasdan birinchi qadamni qo'yish kerak. O'zbekiston bozoridami, boshqa qo'shni davlatlar bozoridami yoki AQSh bozoridami, bu narsaga birinchi qadamni qo'yish kerak. Chunki nima ish qilgan taqdiringizda ham sizni ertaga masalan aytaylik AQSh bozorida yoki chet elda quradigan startapingiz uchun bu birinchi fundament, poydevor bo'ladi. Har qanaqa qilgan ishingiz bu nima deydi, o'rinsiz sarflagan, foydasiz sarflagan vaqt emas. Shu sababli boshlash, birinchi qadamni qo'yish. Ikkinchisi, boya aytib o'tganimdek, qandaydir akseleratorlarda qatnashib, masalan Y Combinator'da 1 yilda 4 marta qabul bo'ladi. Loyihangiz bilan, loyihangizda ko'rsatgan natijangiz bilan Y Combinator'ga topshiring. Bu jarayonda Y Combinator'dan o'tgan, bizni regiondan, masalan Qozog'istondan, Qirg'izistondan borgan, Y Combinator akseleratordan o'tgan startap asoschilari bor. O'shalarga to'g'ridan-to'g'ri LinkedIn yoki boshqa nima deydi, ijtimoiy tarmoqlarda yozib, ular bilan bog'lanib, ularning maslahatini olishingiz mumkin topshirish uchun. Chunki topshirishda sizni startapingizga rekomendatsiya berishlari mumkin ular va sizni u yerga qabul qilishingiz imkoniyati yanada oshadi. Keyin masalan yana bir yo'nalishlardan bittasi, hammani hozir chiqayotgan AI instrumentlariga, sun'iy intellekt instrumentlariga juda katta e'tibor berishni xohlardim. Agar siz kompyuter injeneri bo'lsangiz ham yoki boshqa sohada, umuman boshqa sohada ishlayotgan bo'lsangiz ham, hozirgi instrumentlar sizni startap qurishga yoki birortasiga foydalik mahsulot yaratish jarayonini 100 barobar oson qilib qo'ydi. Agar siz injener bo'lib, programmist bo'lib, sizni tajribangiz bo'lsa, sizni 1000 barobar kuchli qilyapti. Agar siz umuman tajribangiz bo'lmasa, qandaydir birinchi mahsulotingizni, prototipni yaratib olish imkoniyati oldin umuman iloji bo'lmagan. Siz albatta programmistni jalb qilishingiz kerak bo'lgan, ularni yoki ko'ndirib sizni jamoangizni qismi qilgan bo'lsangiz yoki ularga katta pul berib birorta mahsulotni yaratgan bo'lsangiz, hozir masalan aytaylik 10 yil avval yaratilgan mobil ilovalarni hozir 15 daqiqa ichida uyingizda o'tirib umuman programmistlikdan xabaringiz bo'lmasdan yaratib qo'yishingiz mumkin. Ko'proq narsalarni yaratinglar va o'zgarishlarga va dunyoda bo'layotgan yangiliklarga ochiqroq qarashni chaqirardim. Barcha instrumentlarni, yangi chiqayotgan instrumentlarni ishlatib, ularni orasida o'zingizga to'g'ri keladigan eng yaxshilarini tanlashni, nima bo'lganda ham odamlarga yoqadigan, odamlarning birorta muammosini yechadigan mahsulotlarni yaratish yo'lida to'xtamaslikni chaqirib qolardim.